Haqiqiy balchokmi, nima deb o'ylaysizlar? Y60, Y50 emas va bo'lib ham o'sha paytlarda ham limited edition bo'lgan ekan. Narxi esa bor yo'g'i 82 ming AQSh dollari ekan. Agar bojxona bilan olib kiraman O'zbekistonga, xuddi shuni desanglar, 100 ming dollardan oshib ketadi. Tomlarda lyuk, расширенный крылолari. Xo'p, monoblok diskalar. Men zo'r tushunmayman, lekin sizlar uchun olman. Nima deb o'ylaysizlar? Haqiqiymi yoki soxta yasalganimi? Y60 limited edition ko'rasizlar. O'sha paytda ham limited editionlar bo'lgan ekan. Nima deb o'ylaysizlar? 82 ming va bojxona to'lovlari bilan 100 ming dollardan oshib ketsa, arziydimi bugungi kunda bu avtomobil o'zining narxiga? Kilometri esa bor yo'g'i 92 mingdan oshgan ekan. Telegram kanalimizda esa har doimgidek inomarkalarning kunlik narxi, batafsil ma'lumoti, bojxona to'lovlarini tanishib chiqsanglar bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.